Avtomobili Deno'dan 2018 naqdga kelishtirib beramiz. Cobalt so'raganlarga 2025 MSM sotuvda Sarasadan Adham akadan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. 1,5 km yurgan. Gentra sotilyapti 2020. Avtomobili uzundan 2018 naqdga kelishtirib beramiz. 2022-yil 70 ming yurgan naqdga kelishamiz, variantga ham kelishtirib beramiz debdi. Samara Deno'dan 2114 2013 naqdga ham variantga ham kelishamiz debdi. Zarbotdan 2019 naqdga ham variantga ham kelishtirib beramiz. So'raganlarga Oltinsoydan 2019 bir avtomat korobka variant ham bor. Avtomobili Qizig'idan 2020-yil Cobalt sotuvda videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Avtomobili Sarasadan 2014-yil mexanik Cobalt ekan boshidan 30 million berganga 5 oy 6 oyga variantga ham beramiz deb shu aka. Muzrobotdan 2020, bu esa 2019 videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Ikkita Cobalt sotiladi. Bu avtomobili Sarasadan Adham akadan 2020 Cobalt sotiladi. Pul etmasa 1,5 oy variant ham bor. Sargis avtomobili Termizdan 2018 Dehqondan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Bu avtomobili Dehqondan Muzrobotdan 2021 107 ming yurgan naqdga kelishtirib beramiz. Surxon Media. Barchalarga salom, sizlar bilan Surxon Media kanali. Bugun sana 29-mart 2026-yil Surxondaryo viloyati Deno moshin bozoridan birinchi qism videoni boshlaymiz. Gentra, Cobalt va esa Lada narxi bilan tanishtirib o'tamiz. Video yoqsa albatta like bosib, kommentarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan Surxon Media kanali. Surxon Media nashriy obunachilar uchun mol bozor, qo'y bozorni G'iyosbek Xurramov YouTube kanalidan ko'rishingiz mumkin. Kommentariyada va opsiyada silkasi bor. O'tib mol bozor, qo'y bozorlarini ko'rishingiz mumkin. Albatta obuna bo'lib qo'yib, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldiring. Qanunda Deno moshin bozor videosini boshladik. Reklama Deno moshin bozorichiga Surxondaryo bo'ylab Adham akamiz aka tunika boshlarini qilyapti. YouTube'da ham, Instagramga ham ko'rsatyapmiz. Bu uyimiz mana Sarasudagi uyda ham Adham aka bitiribdi ekan. Adham aka buni ham bitirdingiz. Adham aka buni fasonlari qanaqa? Buni fasoni bakavinka yulduzchali, tilla rangli yulduzchadan ishlangan. Qarang, qanday chiroyli chiqqan naqshlari. Juda chiroyli. Adham aka buni listi nechilik endi? 0.33lik listdan qilingan. Qarang, juda chiroyli, mustahkam, baquvvat, kачественный listlardan ishlangan ekan. Siz ham uyingizga tunika mahsulotlari kerak bo'lsa, Adham akaga bog'lanasizlar. Narxini ham kelishilgan hollarda qilib beradi. Adham aka uy egasiga bu tunika necha puldan tushdi kvadrati? 110 ming so'mdan tushdi ekan. O'zi aslida 110 mingdan 135 minggacha tunika mahsulotlari bor. Albatta listiga qarab narx qo'yiladi. Siz ham uyingizga tunika qildiraman desangiz, kачественный, sifatli, ishiga garantiya 8 yil, 10 yil tajribaga ega ustalarimiz bitiryapti. Adham akaga bog'lanishingiz mumkin. Albatta YouTubedan Surxon Media kanalidan olib telefon qilyapman desangiz, chiroyli narxda qilib beradi. Tracker so'raganlarga Oltinsoydan 2019-yil Tracker 1 sotuvda ekan, avtomat korobka Tracker olaman deganlar bo'lsa, marhamat, eng qizig'i variant ham bor. Xo'p, mana mashin yonib turibdi, mana oldlarini qarang. Xo'p, 1.8 ning motorda ekan, 4-pokoleniya metan ham qo'yilgan, konditsioner abizlari bor. Xo'p, bitta detalda petnosi bor ekan. Mana balonlari qarang, saka diskadan. Xo'p, Tracker sotilyapti ekan, tevasini qarang, spoileri bor, bezluk ekan. Mana salon ichlari. Probeg 85 ming yurgan. Mana ko'rasizlar, u konditsionerlar yonib turibdi. Mana shunday Trackerimiz avtomat korobka Oltinsoydan Dehqondan sotilyapti ekan, variantga ham beramiz deyapti aka. Xo'p. Kapot bilan kirillada petnos bor dedingiz-a? Orqada kapotda kirillada petnosi bor. Tracker 1 2019 sotilyapti ekan. Aka, narxini necha qilyapsiz? 125 deyapman. Narxini aka 125 million so'm baho qo'yapti. Xo'p, aka savdo bo'ldimi yo'qmi hali? Savdo. Necha pul bo'lyapti aka? 110 ga berman. 125 million so'm baho qo'yilyapti. 110 million savdo bo'ldi, berilmabdi ekan. Kelishamiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 99 711 2044 shu nomerga bog'lanasizlar. Tracker oladiganlar bo'lsa, Oltinsoydan Dehqondan kelishtirib beramiz deb aka. Nechtalik metan aka? 90 talik metan, ekonomishda ekan. Gentra avtomobili 2018-yil oq Gentra sotilyapti. Denodan oq Gentra oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka, kraska qanday? Kraska toza akajon. 2018 kraskasi toza, 4-pokoleniya metan, konditsioner abizlari bor. Mana motorlari ham zo'r ekan. Kraskasi toza ekan. 2018 Gentrani tanishtiray sizlarga. Probeg qancha ekan buni endi? Probegi 130 ming kilometr yurgan Gentra Denodan. Mana
Kuzov 19 ekan, texpasport 18 ekan aka. Aka necha pul bo'lyapti bu endi? 100 deyapman aka. 100 million so'm baho qo'yapsiz. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo 92 bo'lgan. 100 baho qo'yilyapti, 92 million savdo bo'libdi ekan. Aka naqdmi yo variantlari ham bormi? Kelishamiz aka. Kelishamiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 97lik. 97lik 225 225 3111. 3111 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz deyapti. Gentra oladiganlar bo'lsa, kelishamiz deyapti aka. Qora Gentra so'raganlarga Denodan 2020-yil qora Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat mexanika Gentra sotuvda ekan. Aka kraska qanday? Bitta kriloda petno bor. Qolgan joy toza. 2020-yil 4-pokoleniya. Xo'p, metan zavodskoy ekan, ABS konditsioner bor. Zavodskoy aka motorlari. Hali ochilmagan ekan. Mana 4 ta balon o'zini radniy balon ekan aka. Xo'p, Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat abagrev oldisida qizirgan probik qancha aka? Probik 120 ming ekan. Mana qora Gentraslarga tanishtiray. Gentra oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasa, bitta kriloda kraskasi bor. Aka narxi necha pul? Narxi 118 million so'm baho qo'yapti ekan, kelishamiz deyapti ekan. Aka savdo necha bo'ldi? 95 million savdo bo'ldi, ha? 118 deyapsiz, kelishtirib beramiz. Nomerni ayting aka. 88lik 244 22 29 nomerga bog'lanasizlar. Qora Gentra olaman deganlar bo'lsa, shu akadan kelishtirib beramiz deyapti. Kobalt so'raganlarga Sarasadan Adham akadan 2025 MSM Kobalt sotuvda ekan. Kobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat Adham akaga bog'lanasizlar. Xo'p, yangi Kobalt 4-pokoleniya propan ABS konditsioneri bor. Mana qarang. Xo'p, 4 ta yangi yumshoq balon qo'yilgan, o'zini saka diskalariga. MSM 2025 dedingiz, ha? Mana aka, tablolar ikkitadan. 1836 km yuribdi, ha? Avtomatik korobka уже zavoddan kojasi salon, ha? Aka, MSM Kobalt olib minaman deganlar bo'lsa, 2025 Sarasadan Adham aka sotyapti ekan. Aka narx nechi pul? 170 million so'm baho qo'yapti, savdo qilasizlar. Xohlasangiz nomingizga, xohlasangiz generalni ham beramiz deyapti. Aka savdo necha bo'ldi? Savdo 158 million savdo bo'ldi ekan, kelishamiz deyapti. Adham akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni aytib qo'ying. 97lik 179 7079 nomerga bog'lanasizlar. Adham aka Sarasa chegaradan kelishtirib beramiz deyapti. Lada Samara Denodan sotilar ekan. Lada olaman deganlar bo'lsa, marhamat 2013-yil. Aka bu Lada Samara necha markalik? 2114lik. Qarang, motorlar qarang, toza turibdi ekan, yoqilg'isi metanda ekan, mashin 1 kalit ekan. Mana aka Lada ishqibozlari uchun maxsus video. Siroj aka kraska qanday? Xo'p, mana aka balonlari ko'rishingiz mumkin. Lada olaman deganlar bo'lsa, Siroj aka kraska qanday? Ya bu yerda petnosi bor ekan, oynalar kinopkada. Probik qancha yurgan? 150 ming. Probik 150 ming yurgan. Lada olaman deganlar bo'lsa, mana aka 2013-yil Lada Samara sotuvda ekan. Denodan Siroj akadan. Aka narxini necha qilyapsiz? 42 million so'm baho qo'yapti, kelishtirib beramiz deyapti. Savdo necha bo'ldi Siroj aka? Savdo bo'lmadi aka. 42 million so'm baho qo'yilyapti, savdo bo'lgan yo'q, variant so'rayapti ekan. Naqdga kelishamiz, ha? Naqdga ham variantga ham kelishamiz, boshdan yaxshiroq pul bersa. Naqdga ham variantga ham kelishamiz, boshdan yaxshiroq pul bersa deyapti. Nomerni aytib qo'ying Siroj aka. 99lik 334 0707 shu nomerga bog'lanasizlar. Denodan. Kobalt avtomobili Muzrabotdan 2019-yil Kobalt olib kelibdi ekan akamiz, sotgani 2019 mana yozgi kuniga endi konditsionerlar yoqib mini yurasizlar. Xo'p, 2019 mana motorlar qarang, ABS bor, konditsioner bor, metan bor. Aka kraska qanday? Eshikda bor hozir. Eshikda ozroq kraskasi bor ekan. 8 diskan udardan qo'yilgan 195 ga 65 ga 15lik. Mana qarang, oldini ham, orqani ham ko'rsatsizlarga. Mana salon ichlari probek 169 ming aka. 169 ming yurgan monitorlari bor. YouTube'dan qo'shiq kelib ko'rib ketaverasizlar. Chiqol poliga bor ekan, tayyor ekan, ha? Tayyor. 2019 Kobalt olaman deganlar bo'lsa, Muzrabotdan akaga bog'lanasizlar. Zapaskasi ham bor ekan. Aka narx qancha buni? 95 deyapman. 95 million so'm baho qo'yildi. Savdo necha bo'lyapti aka? 95 million baho qo'yildi, 85 million savdo bo'ldi ekan. Xo'p, aka naqd variant qanday sotamiz? Kelishamiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 94lik
519 0733 nomeriga bog'lanasizlar. Cobalt Muzrabotda. Cobalt avtomobili Qizig'dan Do'stmurod aka yana bitta Cobalt olib ketdi ekan. Ko'rishingiz mumkin. 2020-yil oq Cobalt sotuvda ekan. Kraska qanday aka? Kraskasi toza 2020-yil. Yoqilg'isi metanda, konditsioner ABS. Hali motor ochilmagan. Zavodga germetikka turibdi. Xo'p, mana balonlarni qarang. 2020-yil Qizig'dan halol yurgan probegi 80 ming kilometr yurgan ekan. Ko'rishingiz mumkin. Nazomcharimiz poliga bor ekan, chihol yo'q ekan. 2020 80 ming kilometr yurgan Qizig'dan oq Cobalt. Kraskasi toza deyapti. Aka nech pilyapsiz buni? 120 million so'm baho qo'yapti, kami bor. Kelishtirib beramiz deyapti. Bugun Do'stmurod aka yo'qmi deyman? Uyda mahallada ishlasizmi bugun? Aka savdo nechi bo'ldi? 113 114 million so'm savdo bo'lyapti. 120 baho qo'ydik, kelishtirib beramiz. 4-5 yetmasa dokumentgacha kutamiz deyapti aka. Aka nomerni ayting. 97lik 535 0019 nomerga bog'lanasizlar. Avtomobili Denodan 2022-yil toza Gentra sotuvda ekan. Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, tonirovkasiga 11 oy ruxsat bor ekan. Puli to'langan. Xo'p, 2022-yil 4-pokoleniya mana metanda ABS konditsionerlari bor. Motor hali ochilmagan ekan, 70 ming kilometr yurgan. Balonlarni ham qarang. Avtomat diskalari qo'yilgan, tonirovkasi yaqinda qilingan ekan, 11 oy ruxsat bor. Chihol poliglari bor. Abagrev 70 ming yurgan Denodan oq Gentra sotuvda ekan. Gentra olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Kuzov raqamim 2022. Qarang, orqalarini ham sizlarga bir tanishtiray. Metallari 90 talik. Aka narxi nech pul buni? 125 million deyapmiz, kam bor kelishtirib. 125 million so'm baho qo'yapti, kami bor. Kelishtirib beramiz deyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo har xil 19-20 gacha bo'lib turibdi. 19-20 gacha bo'lib turibdi, 125 deyapti. Kelishamiz. Variant bormi yo'qmi aka? Kraskasi 100 toza. Variantga bo'lsa dogovor o'zgaradi, kelishamiz. Variantga narxi o'zgaradi, kelishamiz deyapti. Telefon nomeri aka? Xayr bo'lsin. 88lik 88lik 87 87 57 57 77 57 77 shu nomerga bog'lanasizlar. Gentra Denodan kelishtirib beramiz deyapti aka. Variantga Cobalt so'raganlarga Sarasiyadan 2014-yil 5 oy 6 oyga variantga beramiz deyapti. Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat. 2014 ta kraskasi qanday aka? bir kirlosi kraskasi. Bitta kirloda, qolgan detal toza. 2014 dehqondan changi bilan turibdi, yuvilmagan. Konditsioner bor, ABS bor, metan bor. Ko'rishingiz mumkin. Bitta kirloda kraskasi bor. 4 ta balon yangi turibdi. Xo'p, 2014 mana salonchilarni qarang. Mexanika. Probeg qancha? 3 ko'ringmi? 331 ming. 3 ko'rikdan oshiq yurgan Cobalt sotilyapti ekan. 14-15 Cobaltlar. Hozirgi yangi chiqayotgan Cobaltdan detali 180 kg og'ir ekan. Xo'p. Aka buni motorlar qanday? Zo'rmi? Motorlar zo'r ekan, olgan odam olib borib tekshirib olishingiz mumkin. Aka nech pilyapsiz buni? Naqdga 105 million so'm endi baho qo'yilyapti, savdosi bor, kelishamiz deyapti ekan. Xo'p, variantga ham boshdan qancha pul beramiz aka? 30 million puli borga chiqadi. Ana 30 million puli borga variantga ham gaplashamiz. 5 oy bilan 6 oy bilan kelishasizlar. Aka nomerni ayting. 97lik 243 33 47 shu nomerga bog'lanasizlar. Moshin Sarasiyoniki ekan. Vidrolik domda telefon qilib gaplashib kelishib olishingiz mumkin. Cobalt avtomobili Muzrabotdan 2020-yil oq Cobalt sotilyapti ekan. Cobalt oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka 2020 kraskasi qanday? 2020 kraska toza ekan. 4-pokoleniya metan bor, konditsioner ABS bor. U motor ochilmagan ekan. Zavodga germetikka turibdi aka. 18 dizayni aka? 20 bu. 20. Altair balonlar. Ishlar sal pasaygani 2020 chihol yo'q ekan. Probeg 89 mingmi? 2020 89 ming yurgan oq Cobalt sotuvda ekan. Muzrabotniki aka bu. Mana metallar yangi, zapaska hali tushmagan, mo'ylov bilan turibdi. Aka narxi nechi pul bu 2020? 105 million so'm savdo bo'libdi ekan, bermabdi ekan. O'zi nechi pul deyapsiz? 110 baho qo'yilib, 105 ga berilmagan. Xo'p, aka bu naqd variant qanday sotamiz? Kelishamiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 94lik 873 87 shu nomerga bog'lanamiz. Lada Largus so'raganlarga Termizdan akamiz Lada Largus olib keldi ekan. Sotgani 2018-yil oq Lada Largus sotilyapti ekan. Shu akadan Termizdan. Aka kraskasi qanday? Kraskasi toza. Kraskasi toza ekan. Aka bu motor nechilik buni?
1.8lik 16 klapanli ekan, ABS'lar bor, kondisioner bor, metani bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. 2018 oq Lada sotuvda ekan. Mana sostanasi aka Termizdan kelibdi ekan, sotgani tevasiga bagaj chasiya spoiler ham bor ekan. Mana salonchilarni qarang, chihol polik qilingan, monitorlar qo'yilgan ekan. Probeg qancha aka? 190 ming. 190 ming yurgan 2018 Ladalarga sotilar ekan. Monitor bergan aka. Misol uchun dalni palniga borsa, orqadagi odamlar bemalol qo'shiq kelib ko'rib ketaveradi. Mana sharoitni udarib qo'ydi ekan. 6 sidinali. 6 sidinali ekan, 6 kishilik. Xo'p, aka yoqilg'isi metanda nechtalik? 90 talik. 90 talik. Narxi nechi pul aka buni? Narxi 130 deyapsiz, kelishamiz. Narxi 130 million so'm baho qo'yapti, kelishamiz deyapti, kelishtirib beramiz deyapti. Ladalarga solaman deganlar bo'lsa, Termizdan shu akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni aytib qo'ying. 88lik. 88lik 355 355 47 47 shu nomerga bog'lanasizlar. Aka bozor nechi qilyapti? Bozor 120 qildi. Bermadingiz. Yo'q. Variant bormi yo'qmi aka? Yo'q, naqdga sotamiz. Variant yo'q, naqdga bo'lsa kelishamiz deyapti. Chiqsa beramiz. 120 dan chiqsa olib ketasizlar. Nexus avtomobili 2018 uzundan akamiz Nexus olib kelibdi ekan. Sotgani Nexus oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka kraskasi qanday bu 2018 da? 2018 kraska toza 70 ming kilometr yurgan Nexus avtomobili. 4-pokoleniya propan, kondisioner, ABS bor. Yurgani 70 ming aka. Motorlar ochilmaganmi? Mana balonlari yaxshi ekan. Xo'p, 2018 mexanika Nexus. U chihol polik tayyor ekan. Chihol polik qilyotmaysizlar, qilingan. Mana rollar ham naborot qilingan ekan. Xullas, mana shunday Nexus uzundan sotilyapti ekan. Aka kelishamiz deyapti. Yoqilg'isi nima edi? Propan, tabletka ekan. 4-pokoleniya edi. Aka narxi nechi pul? 95 baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi aka? 95 baho qo'yilyapti, 80 million savdo bo'ldi ekan. Aka naqd sotamiz, variantmi yo'q? Naqdga kelishtirib beramiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 99lik 710 1340 shu nomerga bog'lanamiz. Cobalt avtomobili Muzrabotdan akamiz mana Dehqondan Cobalt sotilyapti ekan, 3-pozitsiya ekan. Aka yil nechi? 21. Muzrabotdan 2021 mexanika Cobalt sotilmoqda ekan. Qarang, mana motorlar qarang toza turibdi. Kondisioner, ABS bor, metallar bor. 2021-yil yangiroq Cobalt tayyor ekan. 4 ta balon ham yaxshi turibdi, yangi turibdi. Xo'p, mana 2021 probeg qancha aka? Probeg 107 ming yurgan. Mana salonchilarni qarang, chihol poliklari yo'q, chiroyli sostaniyada yaxshi ekan. Kraskasi qanday edi deysiz aka? Kraskasi top toza ekan. 2021 yil yangi Cobalt sotilyapti ekan. Muzrabotdan kelibdi aka. Aka narxi nechi pul? Narxi 115 million so'm baho qo'yapti, kelishamiz deyapti. Aka savdo nechi bo'ldi? 115 million so'm baho qo'yiladi, 108 million bo'libdi ekan, bermabdi akamiz. Aka naqd variant qanday sotamiz? Naqdga sotamiz. Nomerni aytib qo'ying aka. 94lik 94lik 088 088 0089. 0089 shu nomerga bog'lanamiz. Sarasadan Cobalt sotilar ekan, 2020-yil mexanika ekan, avtomat diskalar qo'yilgan, kraskasi toza, 2020 da kondisionerni yoqib o'tiribdi mazza qilib akamiz. Xo'p, 2020 mana motorni qarang, soatda ishlayapti, 4-pokoleniya metan, kondisioner, ABS bor. Kraskasi toza desa aka, 2020 mana saka diska, balonlari ham yangi turibdi, kraskasi yo'q, toza ekan. Probeg qancha aka? 297. Probeg 297 ming. Chihol polilar qilingan. Sostaniyasi zo'r ekan, kraskasi toza ekan. Endi oladigan odam borib, uston olib borib tekshirib, minib ko'rib olasizlar. Aka narxi nechi pul bu 2020 ni? Narxi nechi pul aka? 120 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ldi? 120 baho qo'yilyapti, 102 million savdo bo'ldi ekan, kelishamiz deyapti. Aka naqd yoki variant? Ha, yetmaganini bir oy kutamiz deyapti. Nomerni aytib qo'ying aka. 97lik 179 70 79 shu nomerga bog'lanasizlar. Sarasadan 2020 Cobalt sotilyapti.